Assalomu alaykum. Aziz umra safariga bormoqchi bo'layotganlar. Xudo xolasa bugungi videomizni boshdanoq yanvar oyiga juda ham chiroyli skidka chegirmalarimizni e'lon qilamiz. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, komfort paketlarga ham chiroyli narxlar qilib beramiz. Videoda boshidan narxni aytib qo'ying, jon-uka deydiganlar uchun. Yanvar oyiga 21 Farg'ona Madina, 24 Farg'ona Madina, 25 Namangan Jidda, 26 Namangan Jidda, 31 Farg'ona Madina. 1025 dollardan qo'yyapti deydi. Endi sizlarga 10 dollar skidka qilib bersa bo'lmaydi. 20 dollar skidka qilib bersa ham bo'lmaydi. Sizlar uchun duo qilib bersizlar. 995 dollardan standart sharoitlarimizni skidkaga qo'ydik. Xudo xolasa endi narxini arzon qilib turish sharoiti qiyinlashtirilmagan. Prosta sizlar uchun, xalqimiz uchun yanvar oyiga xolis chiroyli skidka qildik. Videoga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshi yozib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga videoda bitta jo'natib qo'ysalaring, biz bundan xursandmiz. Sizlarda bizga aytgan rahmatlaring mana shu bo'ladi. Xo'p, endi sharoitlar Madina Munavvarada 100 metrdan 300 metrgacha gastnitsa, Makka Mukarramada 1,5 kilometrdan 1,5-2 oralig'idagi gastnitsalarimiz. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madinada 5 dan ortiq ziyoratlar, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlar Qizil dengiz sayohat firma hisobidan qo'shib beriladi. Yuqori yillik malakali 50 boshlarimiz sizlarga 14 kun hamsafar bo'lib, mukammal umra qilishlikka yelkadosh bo'lishadi. Inshaalloh yana doktor xizmatlarimiz bor, muammo yo'q, birinchi yordamni ko'rsatishadi. O'zlarining dorilaring bo'lsa, o'zlarining dorilaring bilan, o'zlarining dorilaring yo'q bo'lsa, albatta o'zlariga biz ba'dan dori berib yuboramiz. Aynan ana shu dorilar bilan sizlarga yordam ko'rsatishadi. Chiroyli sharoitlarda tashkillashtirilgan. Xudo xolasa aeroport uchib ketayotganlarning Centrum Holidays bejiklari, Centrum Holidays yozilgan sumkalarimiz, Centrum Holidays yozilgan nimchalarimiz beriladi. Biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Ofisimizga kelsalaring, xodim sifatida shaxsan o'zimiz kutib olamiz sizlarni. Bundan tashqari ofisga hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatdan aloqaga chiqib, hisob raqamlarimizga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaringdan bo'ladi inshaalloh. Xo'p, endi Ramazon oyiga yangiliklar bormi, narxlar bormi deganlarga, Ramazon oyida xo'p, Ramazon oyiga ulgurmaysizlar, 3-fevral Ramazon oyi kirganda sizlar O'zbekistonda bo'lasizlar. 3-fevralda esa 10-fevralda 6 kun Ramazon oyi ro'zasini tutasizlar. Birinchi 10 kunlik sizlar uchun 1045 dollardan. 17-24 ikkinchi 10 kunlikda narxi 1070 dollardan. Mart oyiga 3-10 mart Ramazon oyi 3-10 kunligiga Xudo xolasa Farg'onadan ushbu reyslarimiz Farg'ona Jidda 3-10 kunligiga narxlarimiz 1199 dollardan. Bas ana shunaqacha adashmovchiliklar bo'lib turadi, to'g'ri tushunasizlar. Ramazon oyiga unaqasi o'ta ham arzon narx bo'lib ketadi. Uning iloji ham yo'q, chunki narxlar baland chiqadi. 1299 dollardan, ya'niki 1300 dollarga yaqin summadan Ramazon oyi 3-10 kunligiga Ramazon oyi hayiti Laylatul Qadr kechasini aynan ana shu joyda kutib olasizlar inshaalloh. Bu Ramazon oyidagi standart paketlarimiz. Endi bizda komfort paketlarimiz bor. 20-27 Farg'ona Jidda yo'nalishida bir juma Madina, bir juma Makkada o'qiysizlar. Sharoit farqlari: Madina Munavvarada 100 metr Merosh toibada turasizlar. Makka Mukarramada inshaalloh 1,5 kilometr masofadagi gastnitsa. Endi aytishlarim mumkin, 1,5 kilometr bu standartiki bilan bir xil deyishlarim mumkin. Yo'q, aynan ushbu biz olgan gastnitsani ko'chasida misol bo'lsa 10 ta gastnitsa bor, 20 ta avtobusi bor. Maxsus o'sha 20 ta avtobus yo'lini bekitib qo'yishgan. Shu 20 ta avtobus aylanib qatnaveradi. Ya'ni haramga 5 mahal namoz vaqtiga qatnash imkoniyati. 3 minutda haramga borasizlar, 3 minutda haramdan qaytib kelasizlar. Eng asosiy jihati mana shunda. Standart paketlarda asosiy stankalarni bekitib qo'yadi. Misol namoz vaqtiga odamlar tushirgandan keyin, namoz o'qib chiqishgandan keyin 1 soatdan keyin yurgizadi, ashnaqa. Lekin bunda shu tomonni hisobga olingan va komfort paket farqi Madinada ham, Makkada ham
3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madinada ko'proq ziyorat, Makkada ko'proq ziyorat, Xudo xolasa Rojixiy masjidida kechki ziyofat. Endi ushbu reysimizning narxini $1150 qilib beramiz. 20-27 yanvar Farg'ona Jidda. Endi Toshkent Madina yo'nalishida 21-23-da xuddi shunaqangi komfort paketimiz bor. Bu Toshkent Madinada 2 mahal, lekin ovqati 2 mahal bo'ladi. Ovqati juda ham chiroyli bo'ladi. Buni ham aytib qo'yish kerak. Buni narxi $1150 dan bo'ladi. Xudo xolasa buni ham ziyoratlari bexijolat bo'ladi. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlarining joylarini bron qilinglar. Xoh Ramazon oyiga, xoh komfort paketlarimizga. Bizga O'zbekistonda 12 ta viloyatdan aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Rasmiy xodim, rasmiy litsenziya, juda ham chiroyli sharoit. Ota-onalarning ishonchli qo'llariga topshiringlar. Xavfsiz va mukammal umra qilishligiga albatta biz yelkadashmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha